Zaharli ilon burgutni bo'g'ib o'ldirmoqchi edi. Shu payt sher keldi. U oson o'lja topdim deb o'yladi. Ilonni so'rib burgutni olmoqchi bo'ldi. Lekin aynan o'sha paytda ilon qasos olib sherning burnini qattiq tishlab oldi. Bir necha soniyada zahar butun tanaga tarqaldi. Fursatdan foydalanib, burgut darhol uchib ketdi va ilon ham u yerdan bir zumda g'oyib bo'ldi. Sher bir necha lahza chayqaldi, keyin yerga qulab tushdi. Psixologiyada bu tunnel ko'rish effekti deyiladi. Yaltiraganning hammasi oltin emas. Oson ko'ringan narsa eng xavfli bo'lishi mumkin. Donolik nafaqat imkoniyatlarni, balki xavf-xatarlarni ham anglashdadir. Shuning uchun har qarorni o'ylab qabul qil.